Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari. Bugun biz hammamizni tashvishga solayotgan, nafaqat moddiy ahvolimizga, balki ruhiyatimizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan jiddiy bir masala haqida, sizning nafaqangizni butunlay olib qo'yishga qaratilgan yangi qonun loyihasi, uning oqibatlari va qanday himoya topishingiz mumkinligi haqida atroflicha gaplashamiz. Eshitasizmi? Qariyalarning orzusi, yillar davomida to'plangan mashaqqatli mehnati bir zumda yo'qqa chiqishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu bizning ko'z o'ngimizda ro'y berayotgan dahshatli voqelikdir. Oliy Majlisda birinchi o'qishdan o'tgan deputat Qodirov tomonidan ilgari surilgan bu skandal qonun loyihasi bizning keksa avlodimizning hayotiga bolta urishi mumkin. Tasavvur qiling, siz pensiya jamg'armasidan o'zingizga tegishli bo'lgan nafaqani olyapsiz va rasman, hatto eng kam ish haqi to'lanadigan ishda, masalan, farrosh yoki qorovul bo'lib ishlasangiz ham, davlat sizning nafaqangizni 100% ga qadar tortib olishni niyat qilmoqda. Deputatlar esa buni agar kuchingiz bo'lsa, demak siz davlat yordamiga muhtoj emassiz, deya asoslashmoqda. Bu qanday mantiq? Bu qanday adolat? Siz umringizni shu vatanga bag'ishladingiz. Toshkentning markazida ko'rkam binolar qad rostlaganda sizning qo'llaringiz loyga belandi. Farg'onaning paxta dalalarida quyosh ostida ter topdingiz. Buxoroning ko'chalarini supurdingiz, Samarqandning bo'g'larida ishladingiz. Yoshligingizni, kuchingizni berdingiz, 500 ming, 600 ming so'm maoshga qarab yashadingiz. Endi yoshingiz bir joyga borib, oilangizga ozgina bo'lsa ham yordam berish uchun, nabiralaringizga shirinlik olib berish uchun, hatto mayda-chuyda ehtiyojlaringizni qoplash uchun, pensiya jamg'armasidan o'zingizga tegishli bo'lgan nafaqani olish bilan birga biror joyda yarim stavkada ishlasangiz, davlat sizga shunday minnatdorchilik bildirmoqchimi? Axir bu adolatdanmi? Siz yoshligingizda o'sha joylarni obod qilib, keyin o'zingizga qaray oladigan darajada nafaqa ololmaganingiz uchun endi qo'shimcha ishga kirishsangiz, sizni jazolashmi kerak? Aytingchi, siz qancha yillar davomida davlat uchun ishladingiz? Qancha mehnat stajingiz bor? Sizning fikringizcha bu munosabat adolatli deb o'ylaysizmi? Izohlarda o'z hikoyalaringizni yozib qoldiring. Har biringizning ovozingiz muhim. Bu bizga birlashishimiz, haqiqatni aytishimiz uchun kerak. Azizlar, bu kanal aynan sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun yaratilgan. Qonunlardagi har qanday o'zgarishlardan, ayniqsa sizning turmushingizga bevosita ta'sir qiladigan yangiliklardan xabardor bo'lish uchun hozirroq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying, toki muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Chunki sizning hayotingizga ta'sir qiladigan har bir qonuniy o'zgarishdan birinchi bo'lib sizni xabardor qilish bizning burchimiz. Avvallari qanday edi? Yillar oldin bizning jamiyatimizda keksalarimizga bo'lgan hurmat cheksiz edi. Davlat ham, xalq ham ularning mehnatini qadrlardi. Nafaqaxo'r, agar salomatligi bo'lsa, oilasiga yoki mahallasiga foydasi tegsin deb, kichikroq ishda ishlashiga hech kim norozi bo'lmasdi. Ba'zi hollarda nafaqaning ma'lum bir qismi ushlab qolinardi. Bu ham bo'lsa, juda kam holatlarda va adolatli mezonlar asosida edi. Aksincha, keksalarning ishlayotgani o'zini qariya deb hisoblamasdan jamiyatga foyda keltirishga urinishi faxr bilan qarshi olinardi. Ularning tajribasidan, hayotiy bilimlaridan yoshlar bahramand bo'lardi. Oqsoqollarimiz, oqonalarimizning har bir so'zi qonun edi. Ularning duosini olish har bir yigit-qizning orzusi edi. Mahalla, oila qolaversa, butun jamiyat ularning xizmatiga doimo shay edi. Keksalarimiz tinch-totuv yashasin, duoda bo'lsin deb hammamiz harakat qilardik. Davlat ham o'z navbatida ularga gamxo'rlik qilishni o'zining asosiy vazifalaridan biri deb bilardi. Bizning qadriyatlarimiz shuni taqozo etardi. Bugun esa bizga butunlay boshqacha rasm chizib berishmoqda. Endi esa ahvol butunlay o'zgardi. Oliy Majlisda afsuski deputat Qodirov tomonidan ilgari surilgan bu qonun loyihasi birinchi o'qishdan o'tdi. Bu degani, agar siz nafaqa olsangiz va rasman, hatto eng kam ish haqi to'lanadigan ishda, masalan, farrosh yoki qorovul bo'lib ishlasangiz ham, davlat sizning nafaqangizni 100% ga qadar tortib olishni niyat qilmoqda. Deputatlar esa buni agar kuchingiz bo'lsa, demak siz davlat yordamiga muhtoj emassiz, deya asoslashmoqda. Bu qanday mantiq? Bu bizning bobo va momolarimizni, ularning hayot tajribasini, mehnatini oyoq osti qilish emasmi? Bu o'z hayotini shu yurtga bag'ishlagan insonlarga nisbatan behurmatlik emasmi?
Axir keksalarimizning aksariyati qoshimcha ishga kirishga majbur bo'ladi. Ularning nafaqasi oylik ehtiyojlarni qoplashga yetmaydi. O'zbekiston sharoitida oddiy bir pensiyaga to'g'ri yashash juda qiyinligini hamma biladi. Dorilar, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar. Bularning barchasi pensiyadan ancha ko'p mablag' talab qiladi. Keling, chuqurroq o'ylaylik. Bugungi kunda qaysi nafaqaxo'rlar xavf ostida? Javob oddiy. Rasman ishlayotgan har bir nafaqaxo'r, hatto bir soatga ishga joylashgan bo'lsa ham, aynan shu qonun loyihasi amalga oshsa, xavf ostida qoladi. Ularga nafaqa ko'tarilishi emas, balki butunlay olib qo'yilishi xavf solmoqda. Boshqa tomondan, ba'zi bir toifadagi nafaqaxo'rlarga, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslarga, yolg'iz keksalarimizga ma'lum bir qo'shimchalar berilishi ko'zda tutilgan. Ammo bu qanchalik adolatli? Bir tomonda umri bo'yi mehnat qilgan insonning nafaqasini tortib olish, ikkinchi tomonda esa ozgina qo'shimcha berish. Bu shunchaki bir qo'l bilan berib, ikkinchi qo'l bilan tortib olishdek emasmi? Bizning jamiyatimizda qariyalarimizga bo'lgan hurmat azaldan qon-qonimizga singib ketgan. Ota-onalarimizga, bobo-momolarimizga gamxo'rlik qilish, ularning duosini olish eng muqaddas burchlarimizdan biri hisoblanadi. Qarang, hayotiy misollarga murojaat qilaylik. 68 yoshni qoralagan opamiz, Hadicha opa. U umri bo'yi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, minglab bolalarga ilm bergan, ularni yaxshi inson bo'lib voyaga yetkazgan. Uning qo'llaridan o'tgan qanchadan qancha shogirdlari bugun jamiyatimizning turli sohalarida xizmat qilmoqda. Nafaqasi 500 ming so'm atrofida. Ammo o'qli kasal, 3 ta nabirasi bor, kelini ham ishsiz. Bu nafaqa oilaning oylik ehtiyojlarini qoplashga qanday yetadi? Shuning uchun Hadicha opa mahalladagi choyxonada farroshlik qiladi, kuniga 50 ming so'm topadi. Bu pullar bilan nabiralariga 1 kilo shirinlik oladi, dorilarga yordam beradi, o'zining mayda-chuyda ehtiyojlarini qoplaydi. Endi davlat unga siz ishlayapsiz, demak nafaqaga muhtoj emassiz, deb uning 500 ming so'mini ham olib qo'ymoqchimi? Bu adolatdanmi? Bu insoniylikdanmi? Hadicha opa o'zining mehnatini, sharafli umrini davlat uchun bag'ishladi. Uning har bir ajini, har bir oqsochi shu yurt uchun qilingan xizmatining belgisidir. Uning qo'llari endi titrasa ham halol mehnatdan qochmaydi. Ana shu 68 yoshni qoralagan qo'llar bilan choyxonaning polini supurib, oilasiga rizq topayotgan ayolga davlat shunday javob qaytaradimi? Yoki 62 yashar aka Alisherni olaylik. U bir umr muhandis bo'lib ishlagan, yurtimizning eng murakkab inshootlarini qurishda ishtirok etgan, o'zining bilimini va tajribasini ayamagan. Nafaqasi 1 million so'mdan sal ko'proq. Ammo u yakka o'zi yashaydi. Qandli diabet va yurak kasalliklari bor, doimiy dori-darmonga muhtoj. Pensiyasidan tashqari o'zini zeriktirmaslik va ozgina pul topish uchun mahalladagi bozorda kechasi qorifchi bo'lib ishlaydi. Bu pulga o'zining dori-darmonini oladi. Ba'zida nabiralariga kitob yoki o'yinchoq sovg'a qiladi. Hatto mahallaga hashar paytida hissa qo'shadi. Bu insonlarning qo'shimcha daromad topishi, davlatga yuk bo'lmaslikka intilishi qadrlanmayapti, balki jazolanyapti. Axir ularning ishlashi nafaqat o'ziga, balki oilasiga, mahallasiga ham yordam. Keksalarimizning har biri tirik tarix, bilim xazinasi. Ularning har biri qanday mashaqqatlar bilan shu kunlarga yetib kelganini o'ylab ko'ring. Urush yillarini ko'rganlar, ochlikni boshidan kechirganlar, mustaqillik qurilishida qatnashganlar. Ularning har biri butun bir davrning guvohi. Endi esa ularni shunday qiyin ahvolga solib qo'yishimiz kerakmi? Biz qanday jamiyatda yashayapmiz? Yoshlikda davlat uchun mehnat qilgan, umrini shu yurtning ravnaqiga bag'ishlagan insonlar keksayganda o'zini noqulay his qilib, ozgina qo'shimcha daromad topishga harakat qilsa, ularni shafqatsizlarcha jazolashga intilishimiz kerakmi? Bu bizning qadriyatlarimizga, bizning yoshlarga beradigan tarbiyamizga to'g'ri keladimi? Biz keksalarimizga hurmat, gamxo'rlik namunasini ko'rsatishimiz kerak emasmi? Axir bugun ular keksalar, ertaga biz ham shu yoshga yetamiz. Bugun ular bilan qanday munosabatda bo'lsak, ertaga biz bilan ham xuddi shunday munosabatda bo'lishadi. Bu qonun loyihasi shunchaki iqtisodiy masala emas, bu axloqiy, ma'naviy, insoniy masaladir. Sizning atrofingizda ham shunday ahvolga tushgan keksalar bormi? Ularning hikoyalarini biz bilan bo'lishing. Ularning ismlarini o'zgartirib yozsangiz ham bo'ladi, lekin vaziyatni to'liq tasvirlang. Sizningcha davlat keksalarimizning mehnati va tajribasiga qanday munosabatda bo'lish kerak?
Qariyalarning qo'shimcha ishga kirishishi ularning nafaqasini olib qo'yishga sabab bo'lishi adolatdanmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularning har biri jamiyatimiz uchun qadrli, ularning har birining ovozi eshitilishi kerak. Xo'sh, bu vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda xotirjamlikni saqlash lozim. Vahima qilishga hojat yo'q, ammo ogohlantirilgan, qurollangan deganlardek ehtiyot choralarini ko'rish zarur. Birinchi tavsiya: yangi qonun qabul qilinguncha rasmiy ishga joylashishdan ehtiyot bo'ling. Agar sizda nafaqa mavjud bo'lsa va siz qo'shimcha daromad izlayotgan bo'lsangiz, vaqtinchalik rasmiy bandlikdan voz kechishni o'ylab ko'ring. Ba'zi bir norasmiy, lekin halol mehnat turlarini ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Albatta, bu sizning shaxsiy tanlovingiz. Ikkinchi tavsiya: bizning pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli davlat organlariga o'z noroziligingizni bildirishingiz kerak. Maktublar yozing, jamoaviy murojaatlar qiling, mahallalarda bu masalani ko'taring. Har bir fuqaroning fikri muhim, har bir norozilik ovozi baland eshitilishi shart. Davlat hokimiyati idoralari, jumladan Oliy Majlis deputatlari xalqning ovozini eshitishga majbur. Uchinchi tavsiya: yuridik maslahat olishdan cho'chimang. Bizning kanalimiz orqali ham siz o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Agar siz allaqachon ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangizni diqqat bilan o'rganib chiqing. Maslahat uchun bizning yuristlarimizga murojaat qiling. Biz sizga vaziyatdan chiqish yo'llarini topishga yordam beramiz. Qonuniy asosda sizning huquqlaringizni himoya qilamiz. Hozircha bu faqat qonun loyihasi, ammo uning qabul qilinish ehtimoli yuqori. Shuning uchun bu mavzuni diqqat bilan kuzatib borishimiz kerak. Biz birgalikda kuchimiz. Sizning huquqlaringizni himoya qilish bizning burchimiz. Har bir insonning munosib qariyalikni ta'minlashga haqqi bor. Davlat esa bu huquqni ta'minlashga majbur. Agar davlat o'z fuqarolariga yordam bera olmasa, hech bo'lmaganda ularning o'zini o'zi ta'minlashiga to'sqinlik qilmasligi kerak. Demak, ko'rib turganingizdek, agar bu qonun loyihasi kuchga kirsa, sizning yillar davomida to'plagan mehnat haqingiz, pensiya jamg'armasidan olishingiz kerak bo'lgan nafaqangiz shunchaki havoga uchib ketishi mumkin. Endi aytingchi, sizningcha, umr bo'yi halol mehnat qilgan inson, nafaqa yoshida ham jamiyatga foydasi tegsin deb, oilasiga yordam berish uchun ishlashga harakat qilsa, davlat uning nafaqasini 100% ga qadar olib qo'yishi adolatdanmi? Siz bunga rozimisiz? Yoki siz ham bu vaziyatga nisbatan o'z noroziligingizni bildirasizmi? Javobingizni izohlarda kutamiz. Birgalikda harakat qilsak, balki bu adolatsizlikning oldini olishimiz mumkin.